Reyestr kimga tegishli va nimaga reyestrga tushib qoladi? Shuni ayt. Reyestr bu Rossiyada kim ishlagani keladimi, o'qigani, dam olganimi, lecheniya olganimi, ish qilib, xullas hammaga tegishli immigrantlarga Rossiya 2025-yil shuna qonun chiqarib qo'ygan edi. Biz основание Rossiyada faqatgina 90 kun yurishga muhlat bergan edi. Masalan, bir kelishdan 90 kun yurib keting, xohlang har masalan 10 kun, 15 kun turib keting, 1 yil mobaynida bir kishiga 90 kun limit berib qo'ygan edi. Odamlar nima qilaydi? Patent qilmaysizda har 3 oyga kirdi chiqdi qilib registratsiya qilib yuraydi. Ana shu sababdan reyestrda o'ylab topdi-da, keyin registratsiya qilmay qo'ydi ana shu reyestrga tushgan odamni. Bu reyestr avtomatik kompyuterda o'zi определить qiladi-da, o'zi reyestrga tiqib qo'yadi. Даже o'qigani keldi, masalan bir kishi o'qishga topshira olmadi, u odam ham 90 kun yura oladi. 90 kundan keyin chiqib ketish kerak. U odam nelegalniy hisoblanadi 90 kundan keyin. Patent topshirmoqchisiz, patentga ham uspit qilmadingiz, 1 oygacha podacha qilish kerak patentga. Doktorlardan o'tib. Uspit qilmadingizmi? 90 kun yurishga haqqingiz bor. Registratsiyangiz tugaguncha siz ham chiqib ketishingiz kerak edi. 90 kundan ziyod o'tsangiz reyestrga tushib qolasiz, registratsiya qila olmaysiz, bank kartalarni yopadi sizga xizmat ko'rsatmaydi. NFC ham, SIM karta ham sotmaydi. Siz ham chiqib ketib, odamlar aytadi, reyestrga tushsa, patentga uspit qilmadimsa, kirdi chiqdi qilib topshir deydi. U xato, umuman o'shit qilmang. Siz faqatgina kelasi yil kelib patentga topshira olasiz, agar siz 90 kun yurib qo'ygan bo'lsangiz Rossiyada. Agar dokumentlarim hammasi zo'r, lekin reyestrga tushib qoldim desangiz, uni sabablari bor. Masalan, qanaqa qonun buzsangiz reyestrga kiradi. Patent vaqtida to'lamadingiz, уведомление qilmadingiz, трудовой договорda. Yana nimalari bor? Registratsiyangiz bazadan chiqib ketdi, masalan, o'sha joyga turmaysiz, reyestrga tushib qolasiz. Yo'q, men dokument hammasi chotki, chista qilib yuraydim desangiz, keyin kompyuter shuni определить qiladi. Masalan, ekstremizm saytga kirgan bo'lsangiz, yoki kommentariy yozgan bo'lsangiz, ana shularni ham определить qiladi-da, sizni reyestrga tushirib qo'yadi. Ularni umuman ochmaydi. Keyin kimdir случайно tushib qoladi. Ularni lekin MVDga yozsangiz, через госуслуга ochib beradi. Kimlarni ochadi? Случайно tushib qolgan odamni. Lekin siz dokumentingizga muammo bo'lsa, sizni reyestrdan ochmaydi. Hech kimning gapiga ishonmang, kirdi chiqdi qilibki topshirasan deydi, u xato. Rossiyadan chiqib ketishingiz kerak. Kelasi yil, 1 yildan keyin kelishdan oldin tekshirib ko'rasiz, reyestrga tushib ham yo'qmi? Reyestrga tushgan bo'lsangiz, kelganingizda hojat yo'q, chunki registratsiya qilib bermaydi.